Mishalkalarning narxini sindirib olgan usta akamizning oldiga yetib keldik. Eng arzoni menda deyapti. Qani aka hozir bir boshdan narxlarni yoritib beradi. Haqiqatan eng arzoni shu yerdami yo akada qimmatmi? Kommentariyada fikrlarni qoldiramiz. Bir boshdan narxlari ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hoji aka, siz narxini yoritib beravering endi aka. Narxlarimiz 3.700.000 so'm. Aha. Motorlar yangi motor qo'yyapmiz, Xitoy motor. Nima yurganda tovushi yo'q motorlar, hammasi texaynalardi. Motorlar mis, Alyumin motor. Alyumin motorimiz. Misliga ham qilib beraverasiz. Misliga ham qilib beraveramiz, akasiga qarab. Xo'p, bo'ladi. Qilib beramiz. Nech xil kubasi bo'ladi-yu? Qanaqa razmerlari? Nech kuba? 0.25. 0.25. 0.25. Standart 0.25 chiqaradi. Standart asosi 0.25. Ha, materiallari konteynerda materialdan. Material. Mana bu yerda yangi listdan yasalgani bor ekan. Aka, zakazga qarab yasab beraverasizmi? Zakazga qarab qilib beraveramiz. Keyin dastavka servis xizmatlari qanaqa? Servis xizmatlarini qilib beramiz. Dastavkamiz kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Ko'proq olaman degan odamlarga tirikchilikka qilib beraveramiz aka. Xo'p, aka, endi qancha dedingiz narxini? 3.700.000 so'm. 3.700.000 taqalganimi bu? Kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasizlar. Albatta, biznes 556 kanalidan chiqsa aka. Ana o'zi juda kurtoyga o'xshayapti aka bu. O'sha bitgan holati bu. Narx qanaqa buni? Bu ham o'sha narx bir xil. Motorlar indikatorlar. Motorlar indikator. Unga ham adden indikator qo'yiladi. Ishlashlari Yumshoqdan. Hop, stoplari bor o'zida. Yumshoq ekan-a? Ustakalarimiz xudo xolasa maza qiladigandan. Undan tashqari akamiz faqatgina mishalka emas, mana bunday narsalar ham bor. Chorva boquvchi akalarimiz uchun hop, har xil yem chiqaradiganlar. Bu ho'l quruq tanlaydimi, tanlamaydimi? Ho'l quruq tanlamaydi, faqat ho'lga setkasi olib qo'yiladi. 5 setka chiqariladi. Ho'lga 5 setka. Necha xil nasatkasi bor? 4 xil nasatkasi bor. Aha. Men ko'rib turgan bo'lsangiz, salnilar, u tagiga salni qo'yib qo'yilgan. Suv o'tkazmaydi. Suv pastga motorga tushmaydi. Motorga suv tushmaydi. Hamma salnigi bor. Mahavik 22 talik pichoq. 22 ta pichog'i bor. Pichoqlarni ham bir yaqinroqdan ko'rsatamiz. Ko'rishlar mumkin. Zo'rdan ekan. Va mana bu yerda hammasi yangi ekan aka. Yangi pichoqdan hammasi. Yangi pichoqlar. Bu svetlarda farqi bormi yo prosta? Yo'q, svetlarda farqi yo'q. Faqat alyumin, mis. Aha. Mislarimizni 3 million so'm qilib beramiz. 3 million so'm mis motorligi. Mis motorlarni. Alyumin motorlarimiz 2.700.000 so'm qilib beramiz. 2 million. Yana yerda malatkovoy pichog'imiz bor. 2.5 million so'm qilib beramiz. 2.5 million so'm. Aha. 2.5 million so'm bu. O'tkir ekan, ancha. Aka, hammasida 4 tadan nasatkasi bor? 4 tadan nasatkasi bor. Aha. Xudo xolasa 12 viloyatga dastavkalari bor dedi, kelishilgan holatda. Ya'ni Vodiy bo'ylab Toshkentgacha tekin. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha tekin. Ajoyib. Tirikchilik qilaman, sizdan optimiga olib turaman degan akalarimiz uchun qilib beramiz. Qilib berasizlar, narxini tushirib beramiz aka. Tirikchilik qilgan odamga 3-4 so'm foyda qolish kerak. Xullas, manziliga kelib o'tamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kamiterindan bo'lyapti. Kimga mana shunday sifatli drabilkalar, mishalkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu raqamlarga aloqa qilasizlar. Ikkitadan nomer. Aka, telefon nomeri ishladimi? Ishlaydi telefon raqamlari. 24 ga 7 ishlaydi. Qadrdonlar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz rahmat. Endi like bosib ketish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat, like bosib ketasizlar.